Voy, onalarim. Voy! Abdulaziz aka. Katta. Abdulaziz aka. Voy, shular bo'ldi. Katta. Voy. Katta ekan. Amur. Voy. Katta zaten. Onu dum ko'rinib turibdi. To'ting. Qo'yvordi. Voy. Do'stlar, hammaga salom. Hop, uzoq kutilgan baliq oviga keldik. Sirdaryoga. Qarmoqlarni otib qo'ydik. Kamalak ko'rinayotgan bo'lsa agar. Hozir yomg'ir yog'ib o'tib ketdi. Bulut edi, hozir hamma bulut. Adashmasam o'sha Olmaliq Ohangaron tarafga o'tib ketyapti. 2-3 kun xudo xolasa baliq ovida bo'lamiz do'stlar. Vaqtinglar bo'lsa baliq oviga chiqinglar. Havo yaxshi, xudo xolasa 3-4 kun havo yaxshi bo'ladi deb sinoptikalarimiz va'da berishyapti. Sazanga otib qo'ydik. Suv sathi o'rtacha daryoda. Ko'rib turganlaringdek. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Zo'r natijalardan xursand qilishga harakat qilamiz. Hammaga omad. Do'stlar, kechagi joyimizda o't oqib ketdi, suv ko'payib. Keyin juda ham nima ekan, havo yo'q. Pastlikda joylashgan ekan, o'shaning uchun boshqa joyga ko'chdik, o'zimiz eski joyimizga. Bundan oldingi ovib qilganmiz, yaxshi sazonlar, yaxshi karplar chiqqan. Shunaqa joyimiz. Joylarimiz tozalab qo'ydik. Suvlarni olib, hammasini chiroyli qilib, palatkalarni yoyib qo'ydik. Xudo xolasa shu tovimizni davom ettiramiz. Karas. Ana shunaqa baliqlar son sanoqsiz. Qani olib kechi? Karasmi, sazanmi? Karas. Yo, sazan-ku. Sazan-ku. Ha, karas bunaqa bo'lmaydi. Sazan. Qani, yaqin olib kechi. Qani? Ha, bu sazan, tiniq sazan bu. Makaga ham ko'ra chuvalchang olmayapti-ku. Shoshma. Yaxshi. Olib kel bola, shoshma. Shoshma. Tepaga ko'tar, suv anaqa olsin, og'ziga suv olsin. Tepaga. Shoshma. Akanga oladi bor. Akanga oladi bor. Vashshe chiroylisi, Vashshe go'zal. Mana qarmoq keladi. Gap yo'q. Ko'ryaptimi? Vashshe go'zal. Yo'q, anaqa maytni otamiz hozir buni olaylik-da keyin. Vashshe go'zal. Karpimiz. Olyapsanmi o'g'lim? Teparoq. Salindan sana. Ana ko'rdi, pishgan makkaga. Pishgan makka, ana. O'z qo'llarini pishirgan makka. Mana. Do'stlar, Voydot. Rasuljon Bodirxonni. Ana ketdi. Otilmaydi, yuguring. Men qarim. Bitta qarmoq qani? O'sha bu yerda yotgan bu chap qo'ldagi. Ha? Shunaqa balig'imiz do'stlar. Qo'yaptasi qochganda o'sha menimcha o'sha qaytib keldi o'xshaydi. Yo'q. O mayli, hozir ko'nglim tortib turdim, ana pishgan makka bor-ku. Boqadigan o'shanga urdi.
Aytdim senga, ko'nglim tortyapti shu Makkaga dedim-a, Makkani qo'y. Do'stlar, obed time. Furqat akam o'zi mana qaynatilgan til, kolbasa, suv qo'yib qo'yaylik. Furqat aka, qanaqa bo'lyapti hozir? Zo'r, ovun zo'r, xudo xolasa. Tindirmayapti ovqat yeguncha. Qarmoqlar yaxshi, zeriktirmay urib turibdi, xudo xolasa. Bugun mana ota bolalar kompaniyasi bilan Furqat akam o'zining o'g'li Botirxon bilan. Do'stim, qo'lingizni ko'tarib qo'ying, o'rnashib. Ikkinchisi karp. Ajoyib Sirdaryo karplari. Puzati ekan mana. Bir narsa deb yuboring. Nimadir deyapti quloqlaringizga. 15 metr 10 metr. Men asalli bo'ylarga tushdim deyapti. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Jiyonlar. Mana o'zi katta ekan. Katta ekan. Bunday qushlar, qani ol, men ham bitta olib qo'ysin. Akam ol. Mana akam. Videolarni qara, mana qara. Oqqo'rg'onlik akam. Hamid Omjonov. Hamid Xolomjon ismingiz nima edi? Bahridan. Bahrin akam. Sirdaryo 23-iyul 2026-yil. Jon sog'. Patsaydi olib kel. Patsaydi. Ha, shu yo'l qilib. Qani chekking. Yo'q, kelmaydi hozir. Patsaydi. Neyna, shoshib olib kelmaydi. Video olyapsanmi? Tak, ko'taraver. Endi ko'tar. Keldi, qarang. Shoshma, jigari, shoshma. Raza qattiq nima qilmagan. Aytasan. Endi kelib qoldi o'zi. Kelyapti. Bu yoqqa kel, mana yoqqa kel oldimga kel. Kelaver, o'rab kel oldimga. O'rab kel. Kel. Tamam, men o'rab kelaver, malolib, ko'tar. Qattiq bo'lsa qo'yib yuborasan. Qattiqmi? Qattiq. Kirdi o'xshaydi-da unga. Kirdi o'xshaydi-da. Uryapti lekin o'sha dir qilyapti. Qochyapti. Voy! Mana! Yana onasi ko'rsatdi bular. Tojiboy bilan traktor haydaydi. Mana shunaqa baliq uchun mana shunaqa joylarni qilamiz endi, boshqa iloji yo'q. Suvlargacha tushib chiqyapmiz mana. Do'stlar, mana yana o'sha buqacha. Primoy efir bo'lyapti. Primoy efir mana. Buqachalarimiz Qo'shalarimiz shu davom etmoqda, xudo xolasa. O'sha Makka? Pishgan makkasi. Voy, mana 5. Joyiga 5. Молодец mana. Mana. Xudo xolasa. Cho'tki bo'lyapti o. Tak. O'tib ketibdi-da mana o kirib bu yerdan. Go'zal balig'imiz. Yaxshi. Zeriktirmayapti, urib turishibdi. Karp faqat chiqyapti, paka. Sazan kutyapti, toza sazan, lekin karp bizni zeriktirmayapti, xolasi. Ustim sul bo'lib, yoniga kirib olib chiqdim. Xudo xolasa, do'stlar. Karpavilarda otib qo'ydik. Fiderda yermak qilib o'tiribmiz. Havo harorati yaxshi. Baliq xursand qilib turibdi har soatda, har 1,5 soatda urib turibdi baliq. Kechga mana Furqat akam bilan, ha? Shashlikmi? Xudo xolasa. Sirdaryo bo'yida. Baliqdan shashlik qilamiz hali yana. Hammaga salom do'stlar. Tong ham otdi. Qovun yesang sahar ye, sahar yemasang zahar ye deganlardek. Ertalabdan hozir qovun yeymiz. Kechqurun suv kalamish chaynabdi. Yemoqchi bo'lgan o'xshaydi. O'sha qovorasan dedim-da. Qayda baliqlar juda ham ko'p. Chiqar sekin. Yaxshi.
yaxshi. Qani olib ketchi bu yoqqa. Sazanmi nima bu? Sazanmi o'xshaydi, qani bitta ko'raymi nima bo'lar ekan. Sazan baliqchamiz. Chiroyli baliq, ha? O'tga tiqib qo'ymagin-da, o'g'lim. Pastroq tush, o'g'lim. Past tepaga ko'tar, tepaga ko'tar. Pastga tushib tepaga. Tepaga ko'tar. Sek. Kelar. Tutunga baqib. To'xta, qattiq tortma. Ana aytdi. Yaxshi baliq. Yo'qotmayni chuqur. Bo'lmas, shu oldimi? Sal sekin ura. Endi mahkam ushla. Bo'lmas, sizdan mahkam ushla. Bormi o'zi umuman Bor. Men kelyapti baliq. Bor. O'q pulib bor ekan. Tort. Tortma. Shoshma chekil. Bor. To'xtab tur. Men siz yaxshi ushlab turibman. Kattami deyman, ha? Tort yurgan bo'sh qo'yma. To'xta, shoshma. Baliqni ko'raymiz, bor, baliq bor, yaxshi baliq bor. Yaxshi Katta ekan. baliq, uni qornini ko'rdim men birinchi. Ha, katta hammani. Shoshma. Ma 5. Tushmasan. Bo'sh qo'yma iloji bo'lsa. Yaxshi. Qo'lingiz ishlayapsizmi? Uni olib kel, ha, qo'limda shu. Qo'yib yubordimmi, qarang. Pastga tushir. Pastga tushir. O'chib ketdi. Qo'rqma men. Orqaga tort. Orqaga tort. Nima tortadi orqaga? Patsaydi tort. Kichkina baliqqa mayli. Yo'q, masafda bor. Ikkita bo'lsa. Patakdan chiqib ketdi. Chiqmadi. Olam balig'ini olmasam bo'lmaydi birinchi baliq. Qo'llaring beringlar endi, to'xta. Qolmaysizlar sizlar. Tayim. Tak, mana ishla, mana. Mana shu ishlayman, tortaman. Mana shu ushlab kelinglar. Ko'tar ham. Bola uchun deb bu ish qilaman. Ha, o'g'lim balig'ini chiqarmasam bo'lmasdi, xabarimizni Hasad etgan vaqting. To'g'ri to'g'riga. Andushi. To'g'riga ma'allam bola. Nomi nima fotoga buni? Cho'poncha. Eng zo'ri. Qo'l bola, rahmat aka. Andushi. O'tiribmiz do'stlar. Shabada bor yaxshi, lekin kun issiq. O'tgan haftaga o'xshagan emas, u 35-37 gradus. Suv bo'yi salqin lekin. Bugun mayda sazonlar, katta yo'q. Halovdamiz, xudo xolasa. Kechgacha. To'xta, hop, shoshmanglar. Men qara o'g'lim, os tushama o'zi. Qani? Tanuvda ham baliq bor edi. O'g'lim edik ko'rdim. Yo'q, nega deng, jonga tortdi faqat. Voy, onalarim. Voy! Abdulaziz aka. Voy, mana. Chiqing. Voy. Maqtashanlaringiz, ha? Ana. Mana uchinchisi. Voy, asalga. Mana o'rtaga. Voy! Onalarni emsi. Mana bitta. Bormi? Bu yoqqa chaqib tushib ketadi, voy. Chiqadi. Ketadi, bu yoqqa ketadi. Olyapti ekan. Do'stlar, Mana. bu yoqqa kelib o'tir. Maytga qo'ydi, oldimga kel. Voy, nima deb kelishdik Botirxon, nima qilamiz dedik? Katta amurga tashlayotgandik, mana sazan chiqdi, silikon. Mana Botirxon ukam bilan jiyan Furat akam o'g'li, mana o'zlari ham bu yerda. Mana do'stlar, yana bir marta aytib o'taman, bu endi YouTube kanalimiz uchun-da. 3 ta silikon qo'yganman mana og'ziga. Sababi kurchogim og'ir. Og'ir kurchog. 1 2 3. To'g'rilab qo'ying, to'g'rilanadi. 2 3. Yana. To'g'ri. 1 2 3. Nega yo'q endi?
O'tirib Botirxon sen tur, orqaga tur, orqaga tur. Orqaga tur. O'tir Botirxon, orqaga tur. Qani? 1 2 3. Mana do'stlar, boya gapim chala qolib ketdi. 3 talik silikon qo'yganmiz og'ziga mana. Chunki kurchogim og'ir, bitta silikon ko'tarib tura olmaydi. Mana 3 ta silikon ko'tarib turibdi. Mana avtorlari mana shu ikkitasi. O'tir ol mana, ikkita. O'tirayman. Qo'ling o'sha, mana o'tir. Qo'ling o'sha. YouTube kanalimiz, o'tir ol. O'tir. Sen ham qo'ling o'shaysan keyin. Baribir mazada bolalarga katta baliq-da axir bu, to'g'rimi? Mana. Do'stlar, boya kameramiz akkumulyatori sal parod qilib qo'ydi. Gapimni davomini aytaman. Katta kurchok ishlatishdan qo'rqmaydi. Bundan buyog'iga demoqchiman. Bahorda kichkina va ingichka havoda ishlatgan yaxshi. Qanday qo'yamiz mana 3 dona 10lik 10 millimetrlik silikon o'sha asarli rezinkalarimizni olamiz. Teshigidan tiqish shart emas, bo'shab qoladi. Uchidan nomiga mana uchidan 1 uchidan nomiga 2 3 3 og'ayni botirlar deb ataladi. Xo'ragimiz. Suvda turganda qanday turadi, hozir ko'rasizlar, qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Kurchogi mana ko'rinayotgan bo'lsa agar. Bunda yotmaydi mana. Mana bunda yotmayapti. Yoki tepaga qarab yotmayapti. Albatta kurchogi pastga qarab turibdi. Mana pastda. Baliq keladi. So'rgan payt kirish, tepaga ko'tarish oson bo'ladi va kurchok og'ziga ilinish imkoniyati ko'payadi, shansi. Mana shunday turish kerak aslida mana. Mana tagida kurchok, ustida uchta bo'ylab 3 og'ayni botirlar. Bemalol mana shunday qo'ysalar bo'ladi. Xo'p, biz buni qayerga tashlayapmiz? Buni biz oqimga tashlaymiz. 120 gram tosh. Karpaviga otib qo'yilgan. O'rta oqim kuchli. Bemalol 120 gramlik tosh otganmiz. Bir 30-40 gram mamaliga deydimi, o'shanaqa bo'lsa, значит 150-160 gram. Karpavigimiz testi 180-200 gramlik. Karpavigni testiga e'tibor berish kerak do'stlar. Karpavik testi agar ko'tarmasa, unaqa kichkina bo'lsa, bunaqa qilmaganlaringiz ma'qul, chunki uchini sindirib qo'yasizlar, keyin bunga boshqa uch topa olmay qiynalib yurasizlar do'stlar. O'shaning uchun birinchi o'rinda har doim qarmog'ingizni testini tekshiring yoki o'sha elba deymizmi, karpaviklarda elba deb yozilgan. O'shaning uchun tekshirish kerak. Shundan keyin bemalol qo'rqmasdan katta og'ir xo'raylarni ochishingiz mumkin. Xudo xolasa buyog'i endi kuzga qarab ketiladi. Endi bir oy yoz qoldi. Kun salqin tushgan sari katta kurchuklar, katta xo'raylar ishlatsa bo'ladi bemalol. Mana gap isboti bilan ko'rdinglar. Katta kurchuk 3 ta bo'ylab bir xil aytadi, bitta dona qo'y. Yo'q. Sababini biling. Hammasini sirini qilib ko'ring, hammasini. O'zingiz biron nimani o'ylab ko'ryapsizmi? Qilib ko'ravering. Albatta shu yoningizdagi nima qilayotgan bo'lsa, siz shuni qilishingiz shart emas. Yoningizdagi makkaga ushlayotgan bo'lsa, siz ham makka tashlab o'tirmagan. Xudoga shukr, qarmog'ingiz kamida 2 ta 3 ta. Bitta makkaga tashlaysiz, bitta silikonga tashlaysiz, bitta boshqa xo'rak tashlab qo'ying, bo'ylami. Sababini qilib rizq Allohdan har doim aytaman do'stlar. Izlanishdan to'xtamang, izlanishdan to'xtamang do'stlar. Bitta baliqlar 3 ta 4 ta bor. Kecha sheriklar, mehmonlar bor edi, 2 ta berib yubordik. Mana maydalar bolalarmik. Ular qiziqishga tutganmiz, qo'yaveramiz. Mana kattalardan biri mana ular. Like. Buradagi qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p do'stlar, bugungi ovimizni ham Xudo xolasa mana yakunlamoqdamiz. Kelganimizga 2 kun bo'ldi. Birinchi kuni boshida ko'rdinglar, boshqa joyga bordik, yangi lokatsiyaga. Baliq bor, faqat juda ham dim ekan. O'shaning hisobiga boshqa joyga o'tdik.
bu yerga kelganimizdan keyin kelgan kunimiz kamida bir 3 ta sxod va 3 ta katta baliq. Endi katta deb bugun o'sha kunda katta baliq deylik. Qolgani mayda. Mayda sazan, karaslar juda ko'p. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, baliq omi juda ham ajoyib va chiroyli o'tdi. Birinchi o'rinda har doim aytaman, maqsad faqat o'sha dam olish bo'lishi kerak. Baliq esa bonusga chiqaveradi. Maza qilib dam oldik. Bolalarimizni olib kelganmiz. O'g'illarimiz ham maza qilib baliq tutishib, maza qilib dam olishyapti. Baliq oviga chiqinglar do'stlar, ish hech qachon tugamaydi. Jonlaring sog' bo'lsin. Keyingi videolar xudo xolasa bundan ham qiziq bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolasa. Sababini qilishdan to'xtamang, rizqini Alloh beradi. Hech qachon izlanishdan charchamang. Sog' bo'linglar do'stlar. Do'stlar, natijamiz Xudo xolasa O'n sekkan balig'imiz